Barchaga salom. Bugungi retseptimiz opam bilan opamning hovlisida. Ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan restoranlarda narxi anchagina qimmat bo'lgan sushi rollarni o'zimiz uyda tayyorladik. Buning uchun tovuq filesini mayda bo'laklarga bo'lib, yog'da pishirib, suvda pishgan guruchga bir osh qoshiq olma sirkasidan qo'shib, yaxshilab aralashtirdik. Ovqat hazm qilishda xizmat qiladigan kletchatka hisoblangan bodringlarni somoncha shaklida to'g'rab, nachinkamiz uchun oqsil va kalsiyga boy bo'lgan tvorojniy sirdan foydalandik. Norimizning ustiga avvalo guruchni, so'ng to'g'ralgan bodring, pishirilgan tovuq filesi hamda yoniga nachinka uchun tvorojniy sirni ham yoyib olib, barcha mahsulotlarni bir tekisda joylashtirib chiqdik. Maxsus nuri o'ragichsiz ham sushi rollarni tayyorlasa bo'lar ekan. Mahsulotlarni chiroyli shaklda dumaloq shaklga keltirib oldik. Albatta siz ham uyda tayyorlab ko'ring.